Chida. Mana taksi ham keldi. Bizni mashinada tug'ish mumkin emas, o'zi hozirgina moykadan chiqdim. Foyda! Bo'ldi, o'tiring. Bala qolgan yana taksichi ekanda. Ukajon, bos, tezroq hayda. Aka qilarish qilyapsiz, menga baqirasizmi? Ko'cha to'la yama, radar, kecham kuchda 200 ming ishlab 700 ming ish tarafga to'laganman. Ukajon, qanaqa radar? Axir bu yerda bir insonning hayoti hal bo'lyapti. Rostdan ham shunchalik bag'ri tosh bo'lib ketdimmi? Axir homilador-ku. Aka o'zingizni mashinangiz bor ekan-da, nima minib gazini bosmangiz? Jinnimizdan gazini bosam, nadaraga uchaman-ku. Suv ichaman. Bor, ukajon magazindan suv olib chiq. Xo'p, qanaqasidan? Voy, eng qimmatidan ol. Pulini berib bo'ldi. Pulni ekan ham o'zim og'riqdan suv ichaman, klientga eng qimmati. Non bilan yarim kilo kalbasa ham obid qilmoqdik-da. Bo'pti, pulini oxirida olaman. Ana keldik. Sizlardan hammasi bu. Tug'ib qo'yaman hozir. Ket, kiramiz xotin. Radar shuncha qilgan rasxotim yaxta tursin. Yo'l kiran ham to'lamay suryapti-ku bular. Voy, tabriklayman, qo'chqordek o'g'il tug'ildi. Suyunchini cho'zing. Jenglar meni, jeb bitiringlar. Hamma mashinaga moy solsam, gaz solsam, radarimga to'lasam, klient ko'ngliga qarasam, mashina remont qilsam, tekinga qo'ygam yetmaganda suyunch bilan berishim kerakmi? Meni aybim yandek kichik bo'lganimmi? Mana 5 ta yulduzcha ham bosmabdi. Hozirgacha qanday olib kelgan taksichini familiyasi nima ekan? Onasini ham sen bu yerda tuz qurmazam, familiyamni berdirib 20 ming aliment ham to'lattiradi. Qoch! I love it. Oh yeah. To'xtangizlar, o'zimizga ham kerak. Nima tuvalash, nima janjal? Mana ovsinlari o'qidi qolgan qozon bilan yarim baklashga moyga chapitmoqchi. Ovsin, siz kenja o'g'ilga kelin bo'lgansiz-ku. Mana sizga uy qolyapti-ku. Uyni remont qilguncha yangi uy sotib olishlar ochishak-ku. Bu yangilar ham toza dasmol bo'lar ekanda. Yaxshi ham uyda baloni yo'q ekan. Bo'lmasa uyni ham sudrab ketikansizlar. Aka, buni parnikka ozgina qarashib yuring. Sen uyda qoldingmi? Parnik seniki. Kerak bo'lsa o'ting qil. Meni xotinim urishadi. Ikkinchi kishi vaqt parnik meniki. Hosil teradigan payt otamdan qolgan parnik deb satirchani ko'tarib yildan bir kelib olasiz. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Charchamangizlar. Mana ayam tug'ilgan kunni o'tkazib oldik, ha? Bir xirmo idish tovoqlar bor. Endi shuni birgalashib yuvib olamiz, o'sinlar. Voy, srochno uyga bormasam, tovuqlarim agarda payxon qilib tashiydi. Voy, sho'rim, men ham shoshyapman. Uyga borib sigirlarni sovishim kerak. Yeb icharga vaqti bor. Qolgan payti shashadi. Non bilan terimizni ham qo'parib ketdimi? O'sin, qaynonamizni darsiga ozgina yordam qilib yuboringizlar. Voy, aytsam ishonmaysiz, umuman sharoitimiz yo'q. Kecha mana donga pulimiz yo'qligidan shoshlikda o'zini yedik. Yanga, qarslaringizni bersalaringiz, qaynonamizga dar olmoqchi edik. Voy, u qarz emas, nevaralarga yordam pul edi. Bizlar qaynonamga pul bersak, qarz bo'ladi. Qaynonam bizlarga bersa, nevaralarga yordam pul bo'ladi. Ikkinchi o'g'ilga tegmay men o'lay. Aya, pensiyangiz chiqibdi. Buncha yaxshi, ozgina bo'lsa ham qarzlarimizni berib olayotganmiz-da, ha? Voy, yarmini menga bering, meni ham bolalarim katta emas-ku. Voy, qolgan yarmini menga bering, meni ham erim dayasi-ku. Uyda ish bo'lsa yo tashvish bo'lsa, sizlar chiqib ketgansizlar. Pensiya desalar, ayam eslanga tushib qoladi. O'roqda yo'q, mashaqda yo'q, xirmonda hozir deb shuni aytsa kerak. Aytdim-ku, ikkinchi o'g'ilga tekkani sho'ri bor ekan deb. Sizlarda ham shunaqami? I love it. Oh yeah. Voy, bu uyga kelin bo'lib kun ko'rmadim. Xotin, aya. Qayan jo'llaringiz bilan sondirab kelyapsizmi? Qilla qizim, jidan tada uxlab qolmag'inman, nima aytib keyin olding? Ayam bilan buvim sizdan arazlab ketib qoldi. Aybdorni topish uchun bundan buyog'iga. Buvim ham o'zim, ayam ham o'zim. U qanaqa bo'ladi? Uftoz jonga tuyib ketdi. O'tirsam opoq, tursam sopoqman. Bu nolashiga qaraganda ayasini o'xshatyapti. Keyin shaqillamashdan ishni qiling. Chuchchi, aya urishurmangizlar. Sen o'z onangizga gap qaytaryapsanmi? Voy, davlin namoyapti. Ayamni bahana kasalni o'xshatyapti lekin. Amana siqqa kuyib ketdi. Ozgina pul bering, bitta salanka qo'yni oling. Pul zotim borma, senga yo'q pulim. Bor qiri. O'g'lim puldan tushqani. Jonlarim bilan gastakka bormoqchi edi. Bo'ldi, aya mana. Qolganini berib qirib soq. Bugun ham ishga peshkam ketganman-da. Uyga o'lsam ham qaytmayman. To'yib ketdim, ketaman. Ketsin turagina. O'g'limga onasi o'pmagan qizni olib beraman. Aya, xotinimni yaxshi ko'raman, o'g'lim buzilib ketmasin. Ish aralashma. Astara qizim, hamselar eshitadi. Voy, yuragim. Bo'ldi, aya bilganingiz qilag'in, Kuzatuvlarimdan tushunarcha aniq bo'ldiki, dadam bechorani adoy tomon qilibdilar-ku. Voy, uzr. Agar yana dadamdan bir dona sochi to'kilsa, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Rahmat qizim, baraka top. Men ko'rgan ma'naviy zararlarni ham undirib berishingizni so'rayman. To'g'ri, jonlari bilan bir hafta tog'da dam olib kelishga ruxsat berilsin. Ruxsat. Joningdan bizni qiz dadasi tuqqan qiz emas, dadasini tuqqan qiz-da.